Assalomu alaykum barcha yurtdoshlar, tomoshabinlari, Jizzax Begoms kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa mana bugun Xovosdamiz. Bir shogird akamizning Begomslar bor edi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sotuvlariga qarashgani kelganmiz. Mana 6 tonna atrofida Begomslarni sotishi qarashyapmiz. Sotib beryapmiz Begomslarni. Ko'rishingiz mumkin. Yomg'irli kunlar bo'lishiga qaramasdan mana ortish jarayonida ketyapti. Hozir Begoms biznesiga ishonch bormi yo'qmi degan aka-ukalarimizga bitta so'z isboti bilan mana hozir video ko'rsatamiz. Ana xudo xolasa ortish jarayonida ish ketyapti. Qovun tarvuz ekadigan dehqon akalarimizga mana shunaqa sifatli darajadagi Begomslarni yetkazib beryapmiz. Mana akamiz o'zi ham qarashib o'ryapti oxirida. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Tarvuz uchun, qovun uchun muddatdan oldin pishishida, namlik saqlashida, har xil turdagi kasalliklar yuqmasligida Begomsda ahamiyat katta. Xudo xolasa 1-2 yildan beri qilib ko'radi. Mana shu Begoms tashab qovun tarzi ekib ko'ryapti. Dehqon akalarimiz effektiga qarab yana har yil olyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir uni bitta ko'rsatamiz. Xudo xolasa ortib bo'ldik. Ko'rishingiz mumkin. 6 tonna atrofida. Hozir akamiz o'zini qachon boshlagan, necha kvadratlar hammasi haqida bitta so'rab o'tamiz. Ana xudo xolasa akamiz o'zlari, shogird akamiz Begoms biznesini biz bilan birgalikda boshlagan. Qanday ekan aka, effekti, natijasi haqida bitta aytib o'ting endi yurtdoshlarimizga. Effekti zo'r. Xudo xolasa boshladingiz, kam bo'lmadimi? Begomslar sotuvda qarashamiz degan qarashdikmi? Ayya. Mana ko'rishingiz mumkin. Akamiz o'zi uyalchan ekan. Men uncha olmayin degan, shunda ham obunachilarimiz uchun bitta gapirib o'tasiz dedik. Ana shu tomonda qilgandi. Xudo xolasa tashqarida go'nglari endi sal kengaytirish niyati bor ekan. Xudo xolasa kengaytirib, kelgusida katta tonnalarda Begoms tayyorlash niyati bor ekan akamiz. Xo'p yurtdoshlar, bizning kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Begoms yoki Kaliforniya qizil yomg'ircha o'lchami kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.